Assalomu alaykum do'stlar. Demak, sizlar bilan bugun qanday qilib WebView orqali bitta ilova yasab, uni Play Marketgacha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Play Marketga qo'yishga pulim yo'q, $15. Xo'p, birinchi o'rinda biz nimalarni ishlatamiz bu yerda hozir hammasini AI qiladi. Veb-sayt yasashni hammasini AI qiladi. Keyin esa biz shunchaki uni linkini olib, Android Studioda tayyor Java faylga link qo'yib qo'yamiz va u tayyor WebView'ni ko'tarib beradi. Xo'p, men etaplarni yozib chiqqanman hozir. Birinchi etapda biz Lovable akkaunt ochamiz. Lovable bu bizga veb-sayt yasab beradigan tayyor AI. Xo'p, prompt yozamiz, unga cho'tki prompt yozamiz. O'zimizga nima kerak bo'lsa, qanaqa ilova xohlayotganimizni prompt qilib yozamiz. Xo'p, Android Studioni ochib, tayyor GitHub'dagi faylni ochamiz va uni link bilan almashtiramiz. Keyin APK faylni sizga telefonda run qilinganini, tayyorini ko'rsatib beraman. Xo'p, unda boshlaymiz. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi. Kamerani pastga tushira olaman. Keyin buni yopib turaman. Siz hozircha loading ko'rib turing. Ko'rib turganingizdek OBS'da yozyapman. Hozir bizda bu yangi akkauntim. Bu yangi akkauntda biz hozir Lovable'ga kirib olamiz. Lovable nuqta deyapman. Hamma linklarni, saytlarni linklarini nima foydalangan bo'lsam, pastda qoldiraman descriptionda. Xo'p, buni boshlashimizdan oldin bizga bitta narsa kerak. Ya'ni sizni videoga like bosib, kommentda olov bosib qo'yishingiz va ushbu kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Chunki YouTube 1000 tadan ziyod bo'lsa menga monetizatsiyadan pul bermaydi. Siz tekinga videoni ko'rib o'tirgan bo'lasiz yoki bo'lmaydi. Men 1000 ta bo'lganimdan keyin mayli videolarimga rahmat aytish uchun shunchaki VPN ni yoqib ko'rishingiz mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, boshqa davlatda bo'lsangiz bemalol ko'ravering. Xo'p, Lovable'ga kiramiz. Lovable'da boshlashimiz uchun bizga bu yerda prompt yozsak ham bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Baribir prompt yozishimiz uchun login qil yoki ro'yxatdan o't deydi. Biz get start qilamiz va Google bilan davom etamiz. Siz email bilan yoki agar GitHub bilsangiz, GitHub bilan davom etishingiz mumkin. Bu eski proyektimdan qolib ketgan email. Ishlatmaganman. Startup qolib ketgan. Xo'sh. Buni o'zim bildim. Personal project. Founder. I'm founder. Their building is Lovable. SaaS app, e-commerce, SaaS app. Can invite developers for free. Finish. Xo'p. Va nihoyat biz o'zi ko'p vaqt ketmadi. Login qilib oldik. Endi men sizga eng oson yo'lni o'rgataman prompt yozishni. Hozir men o'zim uchun bitta ilova qilyapman. Mana bu yerda kreditim bormi o'zi? Mana 5 ta kredit. Tekinga 5 ta kredit beradi Lovable. Hozir men o'zim uchun bitta ilova qilyapman. U ilova ham webda ishlashi kerak, ham anaqada
telefonda ishlashi kerak bo'ladi. O'shani bittada qilib Buning uchun menga nima kerak bo'ladi? Albatta, oho, ChatGPT. ChatGPTga kiramiz. Mana bosib qo'yamiz. Xo'p, ChatGPTga qanaqa prompt yozamiz? Bu buyruqni menga Lovable uchun prompt sifatida ingliz tiliga tarjima qilib ber. Menga veb-sayt va mobil ilova dizaynidagi sayt kerak. Bunda routing bo'lishi kerak. Routing degani o'zi front-end yaxshi bilmayman. Routing degani bu slash bo'lib ketadi. Agar yana bittasi bor, agar bittasi bo'lsa, men bu hozir OneMatda ko'rsatishim mumkin. OneMatda ko'rsatishim mumkin. Mana OneMat ko'rinyapti-ku bittaman. Bunaqasiga ko'rinarkan. Mana kirdim. Mana qilyapman. Keyin bitta orqaga chiqmoqchi bo'lsam, bitta orqaga chiqyapti. Agar boshqacha usulda bo'lsa, bu orqaga chiqmay qolishi mumkin. Web app qilinganda, web view qilinganda, APKga o'rnatilganda. Xo'p, saytga kerak. Bunda menga React ishlatgan holda routing uslubida yasab berishing kerak. Saytda nimalar bo'ladi? 1. Login. Faqatgina login bo'ladi. Bunda email va password bo'lishi kerak. 2. Home page. Bu pejda qabullar bo'limi bo'lib, upcoming, ya'ni kelayotgan, completed va cancelled turdagi booking bo'lishi kerak. Bookinglarda soat nechigaligi va booking nomi bo'lishi kerak. 3 xil bookingni 3 xil rangda ko'rsatishi kerak va booking uchun filtr bo'lishi kerak. Tepada va qidiruv ham qo'shish kerak. Xo'sh, tepada qidiruv bo'ladi, filtr bo'ladi. Filtrda 3 ta
Kitobni va sanani bo'yicha filtr qila olishi kerak. Booking kartlarda telefon raqam ham ko'rinib turishi kerak. Xo'sh, homepage yetarli bo'ldi. Buni men kursor ishlatib yana statik, dynamic olaman. O'zi tayyor menda backend bor. O'sha backendga ulab olaman hozircha. Loweable juda qiynalib qoladi, chunki bu tikini. Agar prosi bo'lganda menimcha qilib bergan bo'lardi. Hali prosini ishlatib ko'rmadim lekin. Xo'p. Yana nima? Hamma ko'rinib turishi kerak. Profile page da ismni, rasmi bo'ladi va edit tugmasi bo'ladi. O'sha tugma orqali edit qila olsin. Yana bitta profilni o'ziga qo'ysam bo'ladi. Profilning o'zida working hours bo'ladi. Bunda create emas, edit qila olishi kerak. Haftalik ish vaqtlarining strukturasi bunday ko'rinishda bo'ladi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, sal o'tkazib yuborsangiz tugataman hozir. Day of week, number, start time, end time va is variable. Shularni edit qilishi kerak. Start time va end time chat page bo'ladi. Bu pageda chatlar simple bo'lsin. So'zlashuvchining rasmi va ismi ko'rinib tursin. Tepada qidiruv paneli va paneli bo'lsin ismi bo'yicha. Chat ustiga bosilganda so'zlashuvchi bilan xabarlar ko'rinsin. Xabarda rasm, har qanday fayl deylik, fayl va
tekst jo'natib olishi kerak. Buning dizaynini Telegram'dan olishing mumkin. Rasman tepada qoldiraman. Bo'ldi. Ha, asosiysi hamma narsa statik bo'lishi kerak va login, parol, email, va passwordni ham ko'rsatib qo'y hozircha. Xo'p, biz ungacha Google Play Marketdan nima qidiramiz? Telegram qidiramiz. Join birinchi faylda qo'yamiz. Asosiy narsa. Qo'shimcha qo'sh. Web bo'lganda responsivligi webga moslashsin. Mobile uchun esa ularga tayanmas ustida panel olib chiqsin. Xo'sh do'stlar, buni o'xshamadi yoki bu qaytadan yozib berdimi? Ha, qaytadan yozib beribdi-ku. Deymiz. Bismillah deb yozamiz. It's hard to me demasa bo'ldi deydi. Ketamiz. Boshladi. Later deymiz. Xo'p do'stlar, bu Lovable. Unga sizga ma'lumot berib turaman. Shunchaki Lovable'ga kirasiz. Sizga kuniga yoki 24 soatda 5 ta kredit beradi. 5 ta kredit bu bankda olinadigan kredit emas. Shunchaki tokenni o'lchash uchun shunaqa kredit deb nomlangan. U 5 ta kreditni masalan normalniy savol bersangiz bittadan ishlatib qo'yishingiz mumkin yoki kam savol berib kamroq ishlatishingiz mumkin. 4 ta 5 ta savolda ishlatishingiz mumkin. Buni prosi $20 turadi adashmasam. Bu tayyor ko'proq siz shunaqa oddiy birinchi boshlab olish uchun oson bo'ladi agar front-endni bilmasangiz. Lekin dasturlashni bilmasangiz. Lekin dasturlash bilmaganingiz uchun bunga qaram bo'lib qolasiz va siz kodda nima yozilayotganini tushunmaysiz. Shuning uchun siz burnout bo'lib qolishingiz mumkin. Ishlamasdan hech narsa keyin ishkal bo'ladi.
O'tirsam ekan. Android Studio. Bo'pti, Android Studioni yuklashni ko'rsatib turaman. Windows uchun. Download Android Studio. Bu biraz Android Studio bu maxsus APK qilib beradigan fayl. Ayni bitta yozasiz, chuk download qilib beradi o'zi. Download qilgandan keyin zip qanaqa o'zi qilar ekan. Exe qilib berar ekan. O'sha exeni ochasiz, o'zingizga yuklaysiz, keyin mana bu yerda Android Studio desangiz qidirsangiz chiqadi bittada. Kredit tugab qolmasa bo'ldi deydi mana shu qilib. Xo'sh, bungacha biz GitHubga kiramiz. Tayyor ochib qo'yganman GitHubni. Mana buni ochamiz. Copy qilamiz. Qilamiz. Xo'p. Terminal. PowerShell terminalni ochamiz. Xohlagan terminalingizni ochishingiz mumkin. Sizda shunchaki git bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, cd deymiz. cd desktop clear git clone clear deymiz, tozalaymiz. Bitta chiqamiz. Tayyor. Ovoz eshitildimi menimcha? Ajoyib. Cancelled, completed, status, chat, profile. Zo'r. Zo'r. Edit qilsa o tayyor, save qilamiz. O mana pastga tushirib berdi gamburger qilmasdan. Tayyor. Ham bitta bossak veb-saytga chiqadi. Lekin login page bermabdi, sezgan bo'lsanglar. Qidirib John qilsak, John ishlayapti. Completed. Ajoyib dizaynda qilib beribdi o'zi ham. Upcoming. Booking app. Chat. Zo'r. Xo'sh. Endi mana buni kopiya qilamiz. Android Studioni ochamiz. Qancha streaming qilyapmiz. Ko'rsatyapti. Bu meni OneMed proyektim. Open qilamiz. Desktopga joyladim. Desktopda qani? Qani? Web. Bu URL desa kirib ketibdi. Cancel qilamiz. Unutamiz. Qilamiz. Xo'p. Cancel. Qanaqasiga? Shumi? Xo'sh, Android Studioga kirib, endi open qilaylik-chi.
Select folder. This windowda ochamiz. Just. Xo'p, endi biroz kutamiz. Ungacha mana telefonda sizga kerak bo'ladi USB kabelim qani? USB kabel Type-C bo'lsa Type-C yoki boshqa. USBga tiqasiz. Pixel 9 adami. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, Pixel 9a chiqdi. Bitta olsanglar telefoninglarni. Keyin telefonda uni ham linkini ko'rsataman. Yoki boshqa video qo'yib joylayman agar linkini topolmasam videoni. Developer modni ochib qo'yish kerak. Настройкаga kiramiz. Eng pastda About Phone'ga kiramiz. Yo'q. Developers option. Xullas videosini tashlayman. Yoki pastda linkga qo'yib qo'yaman. Xo'p, buni kutib turamiz. Pixel 9 emas. Select. Chiqmadi bu. Project packages. Qilardi. Plus. Mana chiqdi. Bitta tiqib qaytadan anaqa qilganim chiqdi. Mana buni bosdim. Hop, bu build qilyapti. Projektni. Bu build qilmasdan oldin stop bo'lamikan. Mayli, build qilsam, bitta build qilganini ko'rsataman. Bu eski OneMedda qolib ketgan, o'shaning uchun mana bunaqa chiqyapti va mana bunaqa chiqadi. Chunki bu URL eski URL, ishlamaydigan URL qo'yib qo'yganman. Hozir men sizlarga hozirgi lower bo'lgan URLni olib ko'rsataman. Buning uchun biz appga kiramiz, source'ga kiramiz, mainga kiramiz, Javaga kiramiz, main activity'ga kiramiz. Pastga scroll qilamiz. Mana link bor. O'sha linkni shunchaki o'chirib mana qo'yib qo'yamiz. Tamom. Bitta reset beramiz. Install successfully finished dedi. Va ko'rib turganingizdek bizda tayyor ilova. Xo'p. Bu yerda OneMed. Mana bu OneMed. O'sha OneMedni ichida test bo'lib chiqdi. Hozir nomini qidirib ko'rib, nomini qayerdan qidirib ko'rsa bo'ladi? Mana qidiruvdan test deb nomlanganini qani edi? Mana nomni o'zgartirsa admin qilaylik. Bu admin uchunligi uchun ishlayapti. Tayyor ilova OneMedda. Xo'sh. Uni saqlaymiz. Sizda ham chiqmay qolsa agar biroz kutib turishingizga to'g'ri keladi. Shundan keyin chiqib ishlab boshlaydi. Yo'q, buni edit qilmaslik kerak ekan. Build ichida ekan bu. Xo'p, test qani? Qayerda bor yana? Text.
App app name, app name, admin, bitta ravon qilaylik. Mana bizda adminga o'zgardi. Xo'p, bo'ldi, hammasi tayyor. Kanalga obuna bo'ling, layk bosing, do'stlaringiz bilan ulashing, kommentariy yozib qo'ying nimadir deb. Agar video yoqmagan bo'lsa, dizlayk bosing. Rostdan bosavering bemalol. Shu bilan xayr.